eslatib o'tay, uylanganingdan keyin birinchi o'rinda Rossiyaga ketmaydigan sharoiting bo'lsin. Uylanganingdan keyin xotining bir kosa ko'tarib qo'shninikiga yog'ga, tuzga, shakarga chiqib yurmasin. Hamma narsani qiladigan sharoitda bo'lgin. Yaxshi pul top, yaxshi ishla. Hammani uyida kir mashina bo'lsa, seni xotining qish kunida tog'arada kir yuvib yurmasin. To'g'ri, aytishinglar mumkin. Ota-bobolarimiz, ena otalarimiz tog'arada yuvib kelgan. Endi u paytdagi zamon bilan hozirgi zamonning farqi bor. U paytdagi odamlarning immuniteti ham zo'r bo'lgan, sovuqda ham ketavergan ariqlarda kirini yuvib. Hozirgi qizlarimiz slavy. Uylanishdan oldin zo'r sharoitingni qil. Asosiysi o'rtoqlar, hammoming bo'lsin uyini ichida. Bitta hovliga bitta hammom. Yosh kelin kuyov nima qiladi? Hammalar yaxshi bilasizlar. Ularga alohida o'zini uyida, xonasida dushavoy bo'lishligi kerak. Mana shunaqa sharoitlarni qilib qo'yib, keyin uylangin. Uylanib olasan, to'ydan keyin ketasan yana Rossiyaga. Kelin bechora qoladi. Endi hayotni shirin lazzatini totadi-da, erisi qolib ketadi.